aziz o'g'il-qizlarim, sizlar O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yozilayotgan buyuk ishlarni amalga oshirishga qodirsizlar. Fursat borida otni qamchilang. Dunyoga o'z so'zlaringni aytinglar. Yoshlar uchun juda ham bir mazmunli seminar bo'ldi. Kelganingiz uchun rahmat. Iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi bo'yicha iqtisodiyot fakultetida startaplarni tayyor biznesga aylantirish bo'yicha biz o'zimizning ishchi loyihamiz, guruhimiz bor. Bu loyiha ustida ishlab, yana ham uni tayyorlab va bankka yo'naltirishni bizni tizimini yaratib qo'yganmiz. Juda ham zo'r. Rahmat katta. Sizlarga rahmat. Davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan islohotlar aynan oliy ta'lim muassasamizda ham izchil davom etyapti. Bulardan biri 2025-yil 14-fevral kuni prezidentimiz tomonidan muhim bir qaror imzolangan edi. Yoshlar kelajakka qadam markazini tashkil qilish, bu bo'yicha o'z milliy bank bilan birgalikda hamkorlikda 100 million AQSh dollari ekvivalentida pul ajratganlari. Bugungi o'tkazilgan tadbirdan asosiy maqsad institutimizda ta'lim olayotgan sirtqi ta'lim shaklida hamda masofaviy ta'lim shaklida o'qiyotgan talabalarni jalb qilish. Bu juda ham manfaatli kredit bo'lganligi uchun tadbirkorlikda qo'llash uchun qulay foizlarda berilayotganligi uchun imtiyozli davrlar haqida 7 yilga berilishi va moliyalashtirishi oson bo'lganligi uchun ko'proq tadbirkorlikni boshlayotgan talabalarni juda ham qiziqish uyg'otdi.